Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bahor dehqonchilik sezoni ham boshlandi. Shu sababdan sizlarga mana dehqonchilik uchun kerakli bo'ladigan barcha turdagi texnikalarni qisqacha tanishtirib o'tamiz. Bu yerda mana barcha turdagi zamonaviy texnikalar, ya'ni traktorlardan tortib kultivatorlargacha bor ekan akalar. Bu tarafimizda esa drabilka deysizlarmi, mikser deysizlarmi, mana Xitoydan olib kelingan texnikalarni qisqacha tanishtirib o'tamiz. Manzilimiz Andijon viloyatida joylashgan. Mana bu tarafi Baxt, ya'ni Baxt chorrahasidan aeroport tarafga yurishimizda chap qo'lda Xon zapravkasi keladi. O'shandan ozgina o'tganimizda xuddi shunday texnika do'koni joylashgan. Iskandar akamiz hozir bizga bir qator tanishtirib o'tadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Yaxshimi? Charchamasdan. Rahmat. Narxlarini, ma'lumotlarini qisqacha tanishtirib o'tasiz aka. Assalomu alaykum, hurmatli Rek.uz kanal obunachilari, hurmatli dehqon aka-ukalarimiz. Mana biz dehqon faslni ham boshlab oldik, boshladik. Endi mana bizning traktorlarimiz bu yoqda 1 portionlidan tortib 3 portion, 4 portionlilargacha bor. Kubota firmasiga tegishli 27 milliondan tortib frezalarini qilib beramiz. Bu yerda 3 portionli traktorimiz Kubota firmasiniki 50 ot kuchigacha 30 ot kuchiligini 95 million, 50 ot kuchiligini 110 million qilib beramiz. Naryoqda ko'rib turgan ko'k traktorimiz 1 portionli 25 ot kuch hisoblanadi. Uni 45 milliondan kelishtirib beramiz. Albatta kanalimiz nomidan murojaat qilsa, narxidan tushib berasizmi yo'qmi? Ha, albatta, shu Rek.uz kanali nomidan keldik desa, albatta chegirmalarimiz bor. Esinglarda tursa azizlar, kanalimizdan murojaat qilsanglar, chegirma qilib narxidan tushib beraman deb aka va'da beryapti. Xudo xolasa arzon qilib beradi. Endi aka, xo'p, bu traktorlarni kengroq tushuntirib bersak bo'ladimi aka? Imkoniyati qanaqa? Ha, bularni misol soatiga 1-1.2 litr salarka iste'mol qiladi. Nargilarga keladigan bo'lsak, 3 portionlilarimiz 2-2,5 litrlikdan soatiga rasxod qiladi salarka. 3 portionlilarimiz 30 ot kuchi, 4 portionlilarimiz 50 ot kuchi. Bular oldi tortadigan 4x4 variantida. Nargi ko'k traktorimizga keladigan bo'lsak, remelli 25 ot kuchi, soatiga 1,5 litr atrofida salarka iste'mol qiladi. Yaxshi. Xo'p, bunga liboy texnikani ulab ishlatsa bo'ladimi? Ha, o'zi peredelka qilib, narginga jatkalarni qo'ysa bo'ladi. Bunga mana alohida frezerlarimiz bor. Narxdan tashqari 1,5 metrli, 1,60 santimetrli frezerlarimiz bor, traktorga moslashgan. Ya'ni yer haydash uchun. Ana frezerlar. Bu o'ziniki. Qo'shimcha kultivator boshqa moslamalarni qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi, mana qishloq xo'jaligini yaxshi tushunadigan akalarimiz buni o'ziga moslashtirib olsa bo'ladi. O'sha traktorda nimaiki xususiyati bo'lsa, bularda ham bor. Bor, xudo xolasa. Mana orqa taraflarini ko'rib, o'zingizlar bitta baho berib qo'ysanglar bo'ladi akalar. Mana frezerini ulangan holati. Endi aka, kultivatorlarni ham tanishtiraylik. Bu motobloklarimizga keladigan bo'lsak, 3 ot kuchidan boshlab 3 ot kuchlilar, 7 ot kuchlilar, faralilar, salarkali, statorli variantlari, gusnichniy variantlari. Bu yoqda mana 9 ot kuchidan boshlab 13 ot kuchi, 15 ot kuchi, 16 ot kuchigacha motobloklarimiz bor. Bularning narxlarini 3 ot kuchlilarda 1,5 milliondan boshlab qilib beramiz. 7 ot kuchlilarda 2 million 800 dan boshlab, salarkalilarda 4 million 300 dan narxlarni qilib beramiz. Gusnichniy motoblogimizga keladigan bo'lsak, buni komplektida urug' ekadigan, yer ishlov beradigan kultivatsiyalari bor. Bularda 8 milliondan ozroq o'tib beramiz. Yaxshi. Navbatdagilari? Bularda endi 9 ot kuchiga keladigan bo'lsak, Kubota firmasiga tegishli, balonlari ham 500 ga 100 razmerda benzin rasxod qiladi. Bularda 4 million 800 dan, mana 15 ot kuchilikka keladigan bo'lsak, 6 million 800 dan boshlab qilib beramiz. Bu yerda mana salarkali, kalitga harakatlanadigan 13 ot kuchli motobloklarimiz bor. Bularda 6 million 600 dan ozroq o'tib beramiz. Bu Zubur firmasiga tegishli 15 ot kuchli statorli motoblogimizni 6 million 400 dan kelishtirib beramiz. Yaxshi. Xo'p, buni aytib o'tdik-a? Bu ichida ketdi. Bu moslamalar nimaniki aka? Bu kartochka kavlaydiganimiz, bu o'sha 11.05 traktor, 11.25 traktorlarimizga moslashgan. Buni urug' ekadigan moslamalarimiz gusnichsalikka tushadigan. Bu chizellarimiz o'sha gusnichsalik motoblogimizga tushadi. Bu ikkitalik chizelimiz
25 ot kuchli traktorimizga tushadi. Bu ikkitali plugimiz, shu 3 porshin bilan 4 porshinli traktorlarga moslashgan. Bu bittali plugimiz 18 ot kuchli traktorga qo'shib beriladi. O'sha narxni ichida bo'ladi. O'sha narxni ichida. Yaxshi. Azizlar, mana bu tarafda mikser deysizlarmi? Bu nima edi bular? Drabilka deysizlarmi? Bu universal don drabilkamiz hisoblanadi. Donni ham, o'tni ham chiqaraveradi. Bularni 3 milliondan kelishtirib beramiz. Bu sarig'ini, qizilini. Bu yoqqa qaraydigan bo'lsak, vakuumliklari bor. Donni chiqaradi, manga qop moslamasini qo'yib qo'ysa, vakuum o'zi donni maydalab beradi. Buni 3 million 800 dan kelishtirib beramiz. Lentali drabilkamizga keladigan bo'lsak, bu faqat o'tga moslashtirilgan. Orqada qo'shimcha tishlari ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Yana ham mayinroq qilib beradi. Bularni 3,5 milliondan kelishtirib beramiz. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, o't, maysa, beda o'radigan jatkalarimiz, salarkaligi, benzinligi va mana yangicha formasi bor, benzinga moslashgan. Bularni 6,5 milliondan 8,5 milliongacha kelishtirib beramiz. Motoblok ishqibozlariga mana aravachalarimiz ham komplektda kelgan. 2 milliondan buni kelishtirib beramiz. Beton qorishtirgichlarimiz bor. 160 litr, 180 litr, 200 litr va 220 litrliklar. Bularni 2 million 100 dan 2 million 800 gacha kelishtirib beramiz. Hajmiga qarab. Hajmiga qarab. Bular 224 ga ishlaydi. 224 ga ishlaydi. Yaxshi. Endi 3 fazaga mo'ljallanganlarimiz bor edi ichkarida. Bu yerdan ham mana ko'rishingiz mumkin, 3 fazaga mo'ljallangan drabilkalarimiz. Don drabilka, poylarga mo'ljallangan. Bularni 6,5 milliondan 7 milliongacha, 6 million 800. Mana 3 fazaga mo'ljallangan katta 8 tonna, soatiga 8 tonna chiqaradiganlarni 10,5 milliondan kelishtirib beramiz. Bu yerda mana granulyator, granula qiladigan apparatlarimiz ham kelgan. 3 fazaga mo'ljallangan. Bularni 8,5 milliondan 10,5 milliongacha kelishtirib beramiz. Bu tarafga qaraydigan bo'lsak, mana karcher 50 litrlik karcherlarimizda 100 litrgacha 3 kompressorlarimiz, 3 fazaga mo'ljallangan karcherlarimiz, 220 litrga mo'ljallangan karcherlarimiz. Qolaversa, mana qishloq sharoitida tok chiqaradigan divizorlarimiz 5,5 kilovat, 6,5 kilovat, 7,5 kilovatgacha. Bularning narxi $470 dan $510gacha. Mana motoblokka va suv nasoslariga mo'ljallangan motorlarimiz bor. Bularni $60 dan ozroq o'tib beramiz. 188 motorimiz bu $150. Ozroq narxini tushirib beramiz. Tepaga qaraydigan bo'lsak, pilososlarimiz bor. 35 litrli, 80 litrli va 100 litrli 3 motorligacha bor. Bularning narxi $80 dan $130gacha kelishtirib beramiz. Yaxshi. Buni ham aytmading-a? Benzopilar. Bularga qaraydigan bo'lsak, mana Proeuro, Brute, Komatsu firmalariga tegishli benzopilalarimiz bor. Bularni 480 ming, 500 ming atrofida kelishtirib beramiz. Buni kattaroq do'koni bor akalarimiz buni yoki kenayalarimizga olib bersa bo'ladi. Aynayni par bilan yuvadigan vositalarimiz. Bularni 800 mingdan kelishtirib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bugun sizlarga qo'ldan kelgancha dehqonchilik uchun kerakli bo'ladigan texnika narxlarini tanishtirib o'tdik. Bu ma'lumot siz uchun foydali bo'lsa, albatta like bosib, xuddi shunaqa texnika qidirib yurgan yaqiningizga videoni ulashib qo'yishni unutmang. Albatta videoda xato va kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsak, oldindan uzr so'rab qolamiz. Manzilimiz Andijon shaharida joylashgan. Orientir aytadigan bo'lsak, bu yoqda Baxt chorrahasi bor. Baxt chorrahasidan aeroport tarafga yurib kelganimizda chap qo'lda mana Xon zapravkasi kelar ekan. Undan keyingi do'kon xuddi shunday texnika do'koni ekan. Bemalol kelib o'zingizlarga yoqqan traktor hamda texnikalarni xarid qilsanglar bo'ladi yoki video orqali murojaat qilsanglar, O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beraman deyapti mana Iskandar aka. Lekin dastavka pulini kelishgan holatda jo'natib berar ekan. Albatta, videoni boshida aytganimizdek, aytilgan narxlardan o'tib beradi, xudo xolasa, bemalol talashib, tortishib zakaz bersanglar bo'ladi. E'tibor uchun katta rahmat. Doimo salomat bo'linglar.